Ikki tovus o'rmonda birga o'sdi. Birining patlari juda chiroyli edi. U patlarini yoysa butun o'rmon unga qarardi. Ikkinchisi oddiy edi, lekin yonidan ketmasdi. Oshida u uni maqtardi, lekin asta-sekin ichida hasad kuchaya boshladi. Marosimdan bir kun oldin yatroq tovusning patlari yanada go'zallashdi. U hali o'zini ko'rsatishga ulgurmasdan eng yaqin do'stunga tashlandi va patlarini yuldi. U bunga duch kelganida eng ishongan odamining bunday ish qilganiga ishona olmadi. Psixologiyada bu ijtimoiy taqqoslash nazariyasi deyiladi. Odamlar ko'proq o'ziga o'xshab boshlaganlar bilan taqqoslaydi. Siz rivojlangan sari ularning oddiyligini ko'rsatib qo'yasiz. Agar maoshingiz oshsa, sizni haqorat qilishadi. Agar yangi narsalar sotib olsangiz, odamlar chaqib olishadi. Agar hayot yaxshilansa, g'iybat orqadan boshlanadi. Haqiqat shuki, har kim sizning o'sishingizni ko'tara olmaydi. Haqiqiy munosabat esa sizni qo'llaydi. Sizning nuringizni o'chirishga emas, uni olqishlashga harakat qiladi.